Qandaq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Xitoy mashinasini qishtirib tatvatmayman videoni. Vano. Juda qarang chiqib qoldi-ya mana bu. O'rinni yaxshiroq tanlaydi, mishakib tatdim videoni. Chunki miyat video tasam bir xil shash chiqdi ekan-ku. Mana Xitoy mashinasi qarabchi, qaranglar. Mana qaranglar. Bunda qilalaymiz, bunda. Bunda qar Xitoyning mashinalari-chi, qaranglar. Qo'ng'itib baribimiz vaqtiga kelgan chog'da. Va videoni tatib, yana bir boshqa gap kelib qolay, boshqa gapni qilay degan-ku qarindoshlar. This is kind of vano. Mana shu abaytin biyoslar qilib vaqtimda qarindoshlar. Mana bu Uyg'ur men degan balniki biyoslar qilib chiqqan-ku, bunda qilib. Abi daxshimda turibdi. Abaydi biyoslar qilib chiqqandim, chiqdim rost, abaytin deyman. Abaytin bir gap unutib qolibdi-ya videoda. Men maxsus mana Uyg'ur erlari to'g'risida bir gap qilmoqchi edim, qaranglar. Bak shu qanda. Bu video tatvatgan vaqtimda qarasam Deygan gün deymen deb tursam, u yerda nima bo'lib qoldi, deymiz. Torbek asta qitib oldi u yerda. Qitib olgandan keyin shuni u yerda nima deyishimni tushunib qoldim-da, Torbek asta qitib oldi u yerda. Shuning bilan chunki u yerda men boshqa temada gapirmoqchi edim, mana shu ayni vaqt Kuvayt deymiz-ku. Mana shu Kuvaytdan Amerikaga qochib ketgan bir arvoq-ku, qarindoshlar, esinglar bordi. Şu kişi to'g'risida bir demek istedim. Neçe bu bir er olsa qarindoshlar, o'zinglar bir tafsil o'ylab qo'yinglar. Xotin bolalarni tashib etib, bir er kishi o'zining xotini, o'zining bolalari aşı Pokiston tutsa, aşı japochilik tutsa, bir er kishi turib, xotin bolalarni tashib etib, chet elga qochib bu bir to'g'ri ish emas menimcha. Masalan, sizlar meni bir o'ylanglar. Men agar ota-onam bilan qarim bo'lmay, chet elga chiqib jon beqish uchun qochib kelsam, ota-onam uchun kim gap qildi? Agar er kishiga o'xshash, er kishining yana 10 ya'ni 100 yoshida ko'payib ketsa Uyg'ur jamiyatida, bu Uyg'ur millati nima bo'lib ketdi hozir? Meni deydigan qaranglar qarindoshlar. Bu Amerika jamiyatidagi Uyg'urlar meni bir cho'ng xatolik o'tkazib sizlar. Bundaq latarlarni biz undaq kaslarga qabul qilish emas. Sen nima ish kelding men yerga latgoy? Ayda xudning qilib qapti-ku, bolalarning qilib qapti-ku. Nima ish qildim uning uchun? Nima uchun kelding? Sababing dapaqa deb so'rasanglar qanday qildi? So'shib turdi. Voy men qo'rqib ketdim, Xitoy urvitam deb men chiqqandim deb sabab shu. Aki shu o'simdaq iniqtaydi gapini. Mana shundaq Xitoyning shundaq soqchi mashinalari, shundaq yasaydi shundaq latarlarni. Er bo'lsangiz, bunda putungiz, ikki putungiz ching desab yo'lamasangiz, turdi Xitoyning mashinalari mana quruq aski tutib bo'lib. Qanday tutibdi mana 24 soat o'sib ketdi. Bivostar chiqib ketdi Uyg'ur men bilan. Uyg'ur astronaut olgan bo'lsam. Yashayotimiz mana. Sizlar ish qilsizlar, u yerda qarindoshlar. Ishqi bashi bir nurg'oy ishlar kuzinglarni jumid ekansa qarindoshlar. Nurg'oy ishlar ish kelganda bak Nurg'oy ish kelgan vaqtida ish bak bushaq desak bo'lamda. BBC'miz ko'ngil buliq deb ko'ngil bilish undamaymiz qarindoshlar. BBC'mizga biz xatolik o'tkazibsa, biz ayda xudini setibsa edi. Biz ayda xutin bilan bolalar qarab olmay qash ketsa, işte qarab turamsizlar. Bunda latarlarni ko'rgan vaqtimiz hozir o'zi Amerikaga qochib ketgan bilan xutin bolalar nimkin ko'ryapti Pokistonda. Xitoy taydimi yoki Xitoy akatimi o ayolni. O bichorlik qanday gap qilaydi o'zi uchun xutin bolalar qanday gap qilaydi? Shunaqa o'zinglar o'ylab qo'yinglar.
bundaq buşang bundaq latılını koygan vaqtida qat ayırması kerak bundaq adamni koygan vaqtimizda. Nere yer undaq adamniki? Ha? Armikiyadaxi? Resim çıktı, xas yüzü bilan tushgan ki resimni to'v deyman. Er bular sendek lat bular. İsmini ham teras, ismini bir yo'l o'tinglar, ismini bir qo'layman. Bunda qadamni kurishishga nisib qilmasin. Kisi chiqib qoldi, shu bundaq lat erlarni kisli. Bundaq ishning yana nechisi bor, nechisi ishda qechib yuradi. Buni o'ylab baqili. Biz bundaq ishni to'smaymizmi? Bundaq ishlarga ma YouTube chiqib sen qaray latigo an xato qilding-ku deb demasak, BBC'miz yaqinmaymi shundaq ko'zimiz jum bo'lib, ma zuvonimiz kirgan tamoq bilan ishda yashab olsak, qanday bo'lamiz? Hayvon bilan farqimiz qolmaydi. Axir bekor yaratmaydi emas, ma Uyg'urni nima ish qaratmaydi? BBC'dan qarolmaydi shundaq. BBC'ning bundaq bir o'lchamga, ma bu bir qonunga, bir prinsipga shundaq deymiz. Bir hukumga, bir madaniyatga, bir shu traditional rule ishi kirgizib, bundaq ishlarni tizginlab turmasak, qachqida ishda hayvonni qo'shish. Ma videoni bu shu o'zini erdab chala olgan davatman qo'yandi. Nerede Amerika yaşayın, mayli Türkiye'de yaşayın, mayli Avrupa'da yaşayın. Qanday yashayotsa, ha? Bo'pti, avaytin degan kirayli. Kuvetdan Amerikaga ketgan er kishi o'ylab baqasiz, sen nerede? Nima ish qilyapsan? Xotining uchun gap qildingmi? Bolalarning ish qiladi. O'ldimi, tirikmi? Gap qilsam hamamdi. Qo'ltaq. Ha. Men uchun qarab, bu videoni qilayotgan vaqtimda ota-onam hech qanday ish olmagan, saq salomat edim. Mana endi tashabbuskorlik qilib Xitoyga hujum qilishimiz buni. Tashabbuskorlikda Xitoyga hujum qilishni qilsang, xalqsan tashabbuskorlikda seni yo'qotadi. Dedim, jiqadam yo'qolib qoldi-ku. Yetersizmi bular endi? Ha? İşte gaqmay juring, nima qilasiz? Qaysi bo'lum puchqoqlarda kimning qasig'i marab, nima qilasiz unutmaymiz. Buning bilan qarimiz yo'q, qiziqmaymiz bunday ishga. Lekin bundaq erlardan bo'lishiga biz qanday nima qilishimiz kerak? Qarindoshlar. Nədiki shu daptaranlıqan eshak anırğan yerdən chiqib jamba qilib ketgan odam ko'rsanlar, rasm tushib ekansiz, qo'llab ekansiz, qo'llamaymiz bunday odamni. Qaysi yuzi bor bu sizlarning qo'llashingizga erisha oladigan, ha? Bir er bo'lsa, bir o'zining ota-onasiniki, bir o'ziniki xotin bolalarniki bir chiqarib o'tirishib, o'ylab boqinglar. Men sizlarga bu videoni ishlagan jarayonda yig'lab baqdimmi? Mening mana Xitoyda turib tatqan riyozatimni men sizlar deb demedim, lekin deyishimning hojati yo'q, siz qiziqmaysizlar bunga. Chunki chidaymiz biz. Yaratuvchi biz kishi deb yaratdik-ya, shu mishtaqcha chidab, mishtaqcha ching turib yashashga kelganmiz bu dunyoga. Undan bosh nimamiz bor bizniki? Ha? Bazarlarga jasdim tat. Nima taqviyatinglar menga? Bo'pti, uni davlanglar bo'pti. Ni kalam ko'rib chiqmaydi. Men Dimishq qatib qoldirg'im, o'zim oyam bo'lib qolgan bo'lsa, tushuninglar gapimni, qarindoshlar. Xitoymi yomg'atdi mana. Nimishq keldi, men uni qarmay qiziqmayman aniga. Qancha birata saqchi aeroplanni kipni tutib kelazmi? Ko'zim bitib qo'ymayman-ku. O kelsan kelmabsay, adash. Qanchalik bilmem, qanchalik nima deb Xitoy degan. Kelishimcha askut murtasaga keldi, tutib ketdi shu. Uni bosh nima bo'lmoqchi? Osmon degan işte osmon zamin titrab, yer zamin gumron bo'lib ketganda men tulib kelsam, hech kimning kari yo'q. Uyg'urlar kimning kari bor? O'zimiz karimiz bo'lish uchun oldindan o'zimiz so'zlaymiz, o'zimiz gap qilamiz bundaq. Har kishi. Shunga men deb qo'ya qarindoshlar tushdi. Bir gap unutqadim. Men to'rbak ostida deyamdim bu gapni. Mening deydiganim shu Kuvetdan Amerikaga ketgan edi. Har kishi to'g'risiniki bayonotim mana shu. Qarindoshlar menga degan edi, menga yordam kerakdi, menga yordam qilsanglar bo'ldi-ya. Bak yarışdık-ya oğul balığa. Yarışandan işlaq iş. Bir er kishi turib, xotin balalarni utirib, qash ketsin, qash numus ish bu, ha?
Qancha huquqsiz ish bu. Bo'pti Amerika haqiqatan deyli, bo'pti. Mash xotinning uchun bir guvohlik berdingmi inson ey? Aşağıdaki bir baldırın için guvalık berdingmi? Albattaki urftu qaldırın için yaqib baqdingmi sen? Ha? Kayıp qapti desam mayli qarindoshlar. Video ochgandan keyin YouTube chiqqandan keyin so'zlaymiz, davomli so'zlayveramiz endi. Yadmaymiz-ku endi. Voyatda. Qo'rqib kelsangmi, qo'rqiysa yashaysa ey. Chiqib yashardi. Şunun başında sizlerle bir dakikaya çıktım arkadaşlar. Vay tamam. Ay jürükün onu pişir onlar sizlerle kalanlı bir yoğan nerselere kartıya bunda. Ettiğen keş menfaat ki bir zamanlarında bir şey var mı bulanda? Her kişi bir erkeklik yaşıyor ama canında. Kudum ballarını ya tavuk satkanlık setvetmekler onda. Bu cihanda bir millet en aciz kişi çok xudun kişiler küçük balı bular. O kişi qandaq nima garzuydi kişi? Ha? Uzanın erligini unutib qo'ydi bu yerda. Ba'zan gaplarni qilsa, yana sirt gap chiqib qoldi. Meni ma'lum quvvatni men shu sizlarga jasorat ato qilish, sizning bu quvvatni yetarsiz beklar. O 5-10 ta YouTube'da chiqib so'zlab qo'ysa tugmaydi u. Uzanlı bir tirişinler arkadaşlar. Beni bir şiir o dersen o ya ki bir tilemçik desen ama benim kalam kırıp çıkmaydı çünkü ben bu bedenimdeki bu fiziklik bu göçten artık oldum ben bunu bu çırayımdaki bunu bedenimdeki nim buluşudan ben kızıkmayayım adamla. Bana kızıkında bizimdeki maç hayatımdaki nimin kıymetliliği kanal yaşasam erkek bir insanda geçerliyim şunu izleyip yaşatmayamam bir yerde. Üzümüzge atlayan keşke üzümüzün qanday riyoset çektiğimiz, üzümün qanday bicarlığını ifadelemey, üzümün nima qilamiz bu yerda, qanday ish qilalaymiz, mani so'rayli o'zimizdan. Bicarsan bicardi adam degan jiq, hammadan jafo tortadi. Sal jafo tortmaysa bir janda. Belki aksiye o'zimizdan boshqa bu tatqa riyozatdan baliq tushib, undan boshqa düşmanga mushat olsak, düşmanga bir qiz gaplasak, andan bir inson bo'la olamiz. Meni musulmon bo'lib, oldimda inson bo'lib boqqan, inson bo'lish tezmikka olsang deb beray, miyaga bir kilamas, sana bir ders so'zlab beray. İnson bo'lamay turib, musulmon bo'ldim deb oldi ekansan, bazalarim. Mashinalik so'zlayapsan.